Insonning eng katta jangi qalbining ichida bo'ladi. Chunki o'zingizdan boshqa hech kim qalbingizdan o'tayotgan fikrlarni bilmaydi. Sizda ham bo'ladimi? Kecha qilgan ibodatingizdan huzur topgan bo'lsangiz, bugun xuddi o'sha ibodatni qilasiz-u, lekin qalbingizda hech qanday ta'sir sezmay qolasiz. Ba'zan hech kim sizga yomon gapirmaydi, lekin ichingizda g'azab paydo bo'ladi. Hech qanday sabab bo'lmasa ham ko'nglingizga yomon xayollar kelaveradi. Mana shu qalbning ichidagi kurash deyiladi. Avval gunoh qilganda vijdoningiz qiynaladi, keyin ko'nikib qolasiz. Avval birovni ranjitganingizda tun bo'yi o'ylaysiz, keyin bunga ham befarq bo'lib qolasiz. Avval Qur'onni eshitganda qalbingiz yumshaydi, keyin eshitasiz, lekin qalbingiz qimir etmaydi. Mana shu juda ham qo'rqinchli. Chunki insonning tashqi ko'rinishi o'zgarmasligi mumkin, ammo qalbi sekin-sekin qorayib boradi. Shuning uchun ba'zan o'zimizdan men qanday inson bo'lib qoldim deb so'rab turishimiz kerak. Qalbim nimadan quvonadi, nimadan g'azablanadi, nimani ko'proq xohlaydi, nimadan qo'rqadi? Men odamlar ko'rmaydigan vaqtda qanday insonman? Chunki insonning asl holatini ko'pincha uni yolg'iz qolgandagi qalbi ko'rsatadi. Qalb ajoyibotlar kitobi ham meni aynan mana shu narsalar haqida o'ylantirdi. Bu kitobni o'qib inson o'zgalarning qalbini emas, balki o'zini qalbini tekshira boshlaydi.